Assalomu alaykum hurmatli tadbir ishtirokchilari. Bugun Buyuk Sohibqiron Amir Temurning 689 yilligiga bag'ishlangan Jahon tamaddunida Sohibqiron Renessansi nomli tadbirga xush kelibsiz. Amir Temur 1336-yil 9-aprel hozirgi Shahrisabz, ya'ni Kesh qishlog'ida tavallud topgan. Amir Temur o'rta asrning yirik davlat arbobi, buyuk sarkarda, kuchli markazlashgan davlat asoschisi, ilm-fan va madaniyat homiysi hisoblanadi. Men butun jahonni qo'limda ushlab turdim, lekin ularni olib keta olmadim. Qilich qancha o'tkir bo'lsa-da, o'z topadi. Dushmandan qo'rqma, Munofiqdan qo'rq. Nomussiz hayotdan nomusli o'lim yaxshi. Kuch birlikdadir. Dushmaningni kulgani, siringni bilgani. Bir marta xoinlik qilgan odam shubhasiz yana shu ishni qiladi. Bilari yo'q birni emas, bilimi zo'r mingni. biz kim? Mulki to'g'ri Amir O'zbekistonmiz. Biz kim? Millatlarning eng ulug'i, Turkning bosh bo'g'inimiz. Barakalloh, barakalloh. Ey siz meni amirlarim, birodarlarim, qadamidan o't chaqnagan lashkarboshlarim, biror mushkul hal etar bo'lsak, kengash qildik. Ahli din va vazirlar bilan kengash qildik, bahodirlar, amirlar bilan. Farmon yagonadir, saltanat bitta. Har qanday davlatni boshqarmoq uchun eng avvalo yuriq kerak. Qoida darkor. Davlat asli tavakkalni mevasi emas, u ra'yat, yana xalqni kuch irodasi. Siz askarlardan ayamangiz mol-u dunyoni. Sug'urg'amiz bering, unga unvonlar bering. Farzandlarim, bir gapni aslo unutmang. Tinchlik bilan hal bo'lsa biror muammo, hech kimsaga o'zingizcha qurol ko'tarmang.